Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli xaridorlarimiz, chorva boqadigan, parranda boqadigan aka-ukalarimiz, hamkasblar. Avvalambor sizlarni Animal Vet Farm Service veterinariya dorixonamiz kirib kelayotgan muborak Eid Qurbon hayiti bilan qutlab qolamiz. Barchamizga xayrli va barakotli bo'lsin. Novomix Group kompaniyasi tarafidan ushbu ko'rinishdagi qo'y va qo'zilar uchun ishlab chiqarilgan yangi qadoqda O'zbekiston Respublikasi bayrog'i tushirilgan nomi bilan O'zbekiston nomi bilan ushbu yangi dizayndagi ko'rinishdagi premixlarni taqdim etgan edik. Qo'y boqadigan akalarimiz, ukalarimiz bilishadi. Bilmaganlarga qisqagina tushuntirish berib o'tmoqchiman. Novomix Group kompaniyasi avvalambor bir joyda to'xtab qolmaydi. Bilasizki, mana bunday dorilarni, vitaminlarni, ayniqsa mana Stimul Energy immunitetni ko'tarish bilan birinchi o'ringa chiqib olgan. Buni bilganlar biladi, ishlatishganlar biladi. Rahmatlarni aytib kelyapti. Rahmat eshitib kelyapmiz. Bitkanlarga qarshi kalsiy, vitamin, aminokislotalar tabletkasi, B12, tsiankobilamin, gijjalarga qarshi rebujir, xullas kalom qo'yinki kadrga sig'maydi. Mana bunday vitaminlarni sizlar uchun taqdim qilib kelyapti. Va mana bunday premium klassdagi shu chelakda bo'lgan otlar uchun, sut sog'in sigirlar uchun va universal turdagi ushbu preparatlarimizni, ya'ni premixlarimizni ishlab chiqib kelmoqda. Maxsus mana bunday vitamin ishlab chiqarildi. Ushbu vitamin va mineralga boyitilgan premiximiz nima vazifani bajaradi? Qo'y va qo'zilarda, ayniqsa hozirda bahorgi fasllarda jurni yeb qo'yapti, kesak yeb qo'yapti deyishadi. Keyin o'sishdan qolgan qo'zilarga qaraganda bitta kunda tug'iladi, lekin qaysidir bir qo'zlarimiz yoki qo'ylarimiz ushdan qoladi. Bu birinchi navbatda nima vazifani bajaradi? Sizlar berayotgan qo'ylaringiz uchun berayotgan yemda bakteriya albatta tabiiyki bo'ladi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Shu yemga qo'shilganda ushbu ozuqaviy vitaminimiz vazifasi birinchi o'rinda yemga qo'shilganda bakteriyalarni 20-30% gacha o'ldiradi. Shuni hisobiga qo'yni yegandan keyin, yemni yegandan keyin oshqozonda achish jarayonini sekinlashtiradi. Shuni hisobiga hazm yaxshilanadi. Hazm oshqozon sog'lom ishlaydi. Oshqozonda sog'lom bo'lib, hazm jarayoni yaxshi bo'lgandan keyin tabiiy holki qo'zi va qo'ylar yaxshi rivojlanadi, yaxshi o'sadi. Shuni hisobiga qo'y va qo'zilarimizni sog'lig'i yaxshi bo'ladi. Vitamin va minerallar boy bo'lishining sababi ham immunitetni ko'taradi, mahsuldorlikni oshiradi. Qo'ylarimizni, jonivorlarimizni sut berayotgan bo'lsa sutga, go'sht berayotgan go'shtga sifatini oshiradi va mazali qiladi. Sababi tabiiy mahsulotdan tayyorlangan ushbu premiximiz sizlar uchun chiqarilgan. Bemalol kelib xarid qilasizlar. Optim va ulgurji narxlarda va donabar narxlarda bemalol xarid qilasizlar. Animal Vet Farm Service dorixonamizdagi barcha vet preparatlarga, mana mushu ovqatlariga, koreyskiy premixlarimizga, barchasiga Eid Qurbon hayiti munosabati bilan shu oyning oxirigacha bir dona olasizmi, ulgurji narxda olasizmi, barchasiga 10% chegirmani e'lon qildik. Bugundan bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Hayitgacha ham, hayitdan keyin ham, bayram kunlari ham bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Sizlar uchun doimo harakatimiz Animal Vet Farm Service va Novomix Group bir joyda to'xtab qolmaydi, yangiliklar qilishni davom etadi. Novomix Group komandasi doimo sizlarni jonivorlaringizni o'ylagan holatda mehr bilan chiqazgani uchun ushbu sifatli mahsulotlar chiqadi va ushbu mahsulotlarimizga tabiiyki sizlar baho berasizlar. Biz doimo harakatdamiz. Chorvaynaga baraka. Kelayotgan bayramingiz muborak va qutlug' bo'lsin. Salomat bo'ling.